O'zbekiston bo'ylab 9-dekabr kuni yog'ingarchilik, yomg'ir va qor saqlanib qoladi. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Shamol sharqiy g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-3 daraja iliq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi, tuman tushishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda 20-22 metr/sekundgacha yetadi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda 20-22 metr/sekundgacha yetadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, tuman tushishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarida qor ko'chishi xavfi bor. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 4 daraja sovuq, 1 daraja iliq bo'ladi.